Assalamu alaykum hörmətli televizor köküçülər. Uyğur televiziyasının kündəlik xəbərlərini görüşünüzü qarşılayırıq. Aldı bilan xəbərlərimizin mühim məzmunlarını tanışdırırıq. Xitay səyyahçılar Qashqar, Xotan qatarlıq joylarda səyahət qilganda haqsız bexatarlik sug'urtasi bilan ta'minlangan. Xitoyning saqt iftori qarshi namoyish. Amerika bosh elchisi Tibet ziyoratida diniy erkinlikdan andisha qilayotganligini bildirdi. Ozarbayjon Cumhuriyeti qurilganligining 101 yillik xotirlandi. Tövəndəki xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Erkin Asiya radiosu xəbərində Şərq Türkistanın Qashqar, Xotan, Qızılsu Qırğız oblastının Xitay ölkələrindən Şərq Türkistan kelgan sayohatchilarga shartsiz, haqsiz shaxsiy bexatarlik sug'urtasi bilan ta'minlaydiganligi oshkorlandi. Xitoy ozodlik gazetasining yaqin xabar qilishicha, mazkur viloyat oblastlar Shanxaydagi sayohat shirkatlari bilan kelishim imzolagan bo'lib, Qashqar viloyatlik ma'muriy mahkamasi Xitoyning Shanxay shahridagi Shanxay Tinch okean mol-mulk bexatarlik sug'urta shirkati bilan kelishim imzolab, Qashqar viloyatlik ma'muriy mahkama Xitoy sayohatchilarini haqsiz shaxsiy bexatarlik sug'urtasi bilan ta'minlashni ustiga olgan. Qashqar viloyatining bu sayohatini qanchalik kirim qiladiganligi, shuningdek haqsiz bexatarlik sug'urtasining Qashqar viloyatiga qanchalik yuk bo'lganligi ma'lum emas. Xitoy hukumatı yaqinda dengiz bo'yidagi o'lka shaharlarning fuqarolarini Sharq Turkistonning Aqsu, Qashqar, Xotan, Qizilsu qatorliq joylarini sayohat qilishga safarbarlik harakati qo'zg'agan. Ozodlik gazetasining xabarida qayd qilinishicha, Xitoy hukumatı fuqarolarining Sharq Turkistonda sayohatda bo'lishini rag'batlantirish uchun Xitoy o'lkalarida maxsus tashviqot va mulozimat jamiyatlarini tashkil qilgan bo'lib, Shanxay, Zhejiang, Jiangsu, Anhui qatorliq o'lka shaharlarda qurilgan Janubiy Xinjiang sayohat qilib, Xinjiangga nishonliq yordam berish ittifoqi shundoq jamiyatlarning biri ekan. Mazkur ittifoq jamiyatlari 20 may kuni Shanxay shahrida tashviqot faoliyati o'tkazib, Xitoy fuqarolariga Aqsu, Qashqar, Qizilsu va Xotanni tanishtirgan. Kuzatuvchilarning ilgari surishicha, Xitoy hukumatı 3 milliondan ortiq Uyg'urni yig'ib olish lagerlariga qamab, Uyg'ur jamiyatiga qarata umumyuzlik ta'qiplash yurgizgan bir mezgilda Xitoy fuqarolariga qarata Uyg'ur rayonini sayohat qilish harakati qo'zg'ishi xalqaro Xinjiang vaziyatini normal degan signalni berish maqsad qilindi ekan. Kuzatuvchilarning ilgari surishicha, Xitoy hukumatı 3 milliondan ortiq Uyg'urni yig'ib olish lagerlariga qamab, Uyg'ur jamiyatiga qarata umumyuzlik ta'qiplash yurgizgan bir mezgilda Xitoy fuqarolariga qarata Sharq Turkistonni sayohat qilish harakati qo'zg'ishi xalqaro atalmish Xinjiangning vaziyatini normal degan signalni berishni maqsad qiladi ekan. 2019 yil 27 may dushanba Turkiya Istanbuldagi Xitoy bosh elchixonasi Beşiktaş Shangri-La mehmonxonasida Istanbuldagi Uyg'ur o'quvchilarga iftorlik berish chaqiriq qildi. Buning bilan Sharq Turkiston Milliy Majlis raisi Seyit Tumturk apandi Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda ro'za tutish, namoz o'qish qatorliq ibodatlarni cheklagan turib, Istanbulda ko'z bo'yamchilik qilish uchun uyushtirgan atalmish iftorni bergan mehmonxonaning oldida iftorlik dasturxoni soldi va qarshilik namoyish olib bordi. Seyit Tumturk apandi so'z qilib, Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistonda ro'zani cheklab, Istanbul iftorlik beramiz degan bu safsattasini va ikkiyuzlamachilikni bosh qilib, bugun bizning bu iftorlikni berdik. Uningdan ehtiromlik va oliy iftorlik yo'q deb o'ylayman. Chunki biz bugun bu yerda dushmanimiz bo'lgan qotil Xitoyga maydonimizni ifodalaydik dedi. Namoyishga Buyuk Turkistonliklar jamiyatining boshlig'i Yusuf o'g'li, Mahmud Qashqari darnikining boshlig'i Yusuf Baltaji, Sharq Turkistonliklar ittifoqi tashkilotining boshqaruvchisi Ali Akbar Damulla, Abdusalom Teklimakan qatorliqlar so'z qildi va Sharq Turkistonning ozodligi, Uyg'urlarning ittifoqini tilab duoga qo'l ko'tardi. O'tgan hafta Tibet bilan Shanxaydagi Tibetlar o'ltirishlik rayonlarda ziyorati bo'lgan Amerikaning Xitoyda turishlik bosh elchisi Terry Branstad Tibetning diniy erkinligidan andish qilayotganligini o'tirib qo'ygan. Terry 19 maydan 25 maygacha yuqorqi rayonlarda bir haftalik ziyoratda bo'lib, yerlik amaldorlar, diniy zotlar bilan ko'rishgan ham Tibetlarning tarixiy ibodatxonalarini ziyorat qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining 25 may kuni e'lon qilgan xabarida Terry Xitoyning Tibet avtonom rayonini ziyorat qilishga izchil ruxsat qilmaslik qilmishlaridan ansirishini, Xitoy hukumatining Tibet buddistlarining diniy faoliyatlarini tashkillashi va diniy erkinligiga aralashganligiga qarata andishlarini ifodalab, Tibet ruhoniy rahbari Dalay Lama bilan haqiqiy dialog o'tkazishga, shuningdek Tibetlarga diniy erkinlik berishga chaqirgan. Terry Amerika Davlat Majlisi o'tgan yil 12 oyda Tibet sayohat qonunini ma'qullagandan beri Tibetda ziyorat bo'lgan tunji Amerika amaldoridir. Ozarbayjonda 1918 yili 28 may e'lon qilingan Cumhuriyetning 101 yili tabriklandi. Ozarbayjon prezidenti İlham Aliyev poytaxt Bakudagi Cumhuriyet xotira saroyi oldida o'tkazilgan marosimda xotira teshiq gulchambarak qo'ydi. Cumhuriyet bayrami munosabati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya, Saudiya Arabiston qatorliq nurg'un davlatlarning rahbarlari İlham Aliyevga tabrik telegrammasi yo'llagan. 1918 yili 28 may Gruziyaning Tiflis shahrida Mahmad Emin Rasulzada boshchiligidagi Ozarbayjon Milliy Shurosi Ozarbayjon Jumhuriyatining mustaqilligini e'lon qilgan. Baku Arman va Bolshevik banditlarining ishg'ol ostida bo'lganligi uchun Fathali Xon Oviskiy boshchiligidagi tashkil qilingan vaqtlik Ozarbayjon hukumati harakatini bir mezgillik Ganj shahriga o'tkazdi.
Osmanlı dövləti Azərbaycanның müstəqilliğini tunji bilib itiraf qilgan bo'lib, Nuri Pasha qo'mondonligidagi Kavkaz Islom armiyasi ikki davlat o'rtasida tuzilgan kelishim ramkasida kunsir eshib berayotgan Arman va Bolshevik tahdidlariga qarshi yordamga avatilgan. Kavkaz Islom armiyasi Go'ychan, Salyan, Ağsu ve Kördemirni Bolshevik ve Ermen banditlaridan tazlab 1918 yılı 15 sentabr Bakoni qutqizudu. Kavkaz İslam armiyasining 130 askari Bakoni qutqizish urushida shahid bo'ldi. Sharqning tunji demokratik jumhuriyati deb qabul qilingan Azerbayjonda qisqa vaqt ichida ma'arif, din va fikr erkinligi sohasida islohotlar olib berilib, davlatning o'z puli besiladi. Jumhuriyatning istiqlol xitobnomasida irq, din, mazhab va jinsiyat ayrimchilik qilinmasdan barliq fuqarolarga teng barobarlik huquqi berilgan. Xəbərlərimizi köyününlər rəhmət. Görüşküş aman bulunlar. Xeyir xoş. Allah emanet.